Men senga ishonib uylanib o'tiribman. Oyi, siz topgan qiz nomussiz chiqdi. Buvijon. Nima bo'ldi? Nimaga bu yerdasan? To'ying bo'lganiga endi bir kun bo'ldi-ku, qizim. Menga tuhmat qilishdi buvijon. Agar kelin qaytib kelsa, hech narsa bo'lmaganda yashayveramiz. Ammo o'zimiz uni uyiga bormaymiz. Kechasi ketib qolganingizga rosa sizdan xavotir oldik. Endi biror joyga ketsangiz, bir og'iz aytib keting bolam, xo'p? Xo'p. Qizlarni o'zi qo'ng'iroq qilsin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qo'yingiz xotirjam bo'lsin. Bo'pti, yoz. Alo. Nega mendan qochib yuribsan? Meni tinch qo'ying. Yo'q, uchrashinglik iltimos. Sen sog'indim. Men seni hali ham sevaman. Agar meni chindan sevganingizda uylangan bo'lardingiz. Nima bo'ldi? Meni erim quvib soldi. Voy, nega? Yana hayotimda paydo bo'ldi. Men uni deyishga majburman buvijon. Shahlo, Qaysi yuz bilan oq libos kiyding? Tag'in uyalmasdan hammaga kelin salom qilding. Hammani aldading. Benomus. Iltimos. Meni tushunishga harakat qiling. Bu meni aybim emas. Qiz bola degani o'ziga pishiq bo'lmaydimi? Men ham turmushga chiqqanimda nomussiz kelin deb tuhmat qilishgan. Aslida yigitni boshqa sevgilisi bo'lgan. Ota-onasi meni majburlab olib bergandi. U esa mendan qutulish uchun shu tuhmatni o'ylab topgan. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimiz nomi sharhli. Orada biroz oz-ozdan sharhlab berib turishga majburman. Bu kanalimizning qat'iy qoidasi. Opasi ukasini ancha tinchlantirishga urinadi. Uka, yo'q, sizni hayotingiz boshqa. Bu boshqa vaziyat. U nomussiz. Bu boshqa narsa. Opa, siz meni to'g'ri tushuning. Unda aslida ko'nglim ham yo'q. Uni ustiga yetmagandek u nomussiz chiqdi. Uni hoziroq uyga olib borib tashlashim kerak. Uni haydashim kerak, deydi jahlda ukasi. Oyi, Oyi, hammasi yaxshi. Ukamni ozgina boshi og'rib qopti. Bolam, nega boshing og'riydi? oyi, siz topgan qiz nomussiz chiqdi. O'tiring. Voy, o'lmasam. Shu kerakmidi senga? O'g'lim, balki adashgandirsan. Yo'q. Qani edi adashganimda, oyi? Qani edi? Nahotki ustozimni nevarasi bunday qiz emas edi-ku. O'g'lim, qaysidir nomard kelinni bulg'agan bo'lsa, sen yaxshilik qilib uni yuzini yoriq qilgin. Ishonaman. Bu qizga qilgan yaxshiligini unutmaydi. Yigit onasiga qarshilik ko'rsatadi. Men bu benomus bilan qanday yashayman? Yasha olmayman. Uydan ketsin, deydi qat'iy jahl bilan. Ona, yo'q bolam. Sabrlik bo'laylik. Ana opangni ham kimdir nomussiz deganda esingdami? 35 yildirki nomussiz tamg'asi bilan yashab kelyapti. Opam nomussiz bo'lmagan, u tuhmatga uchragan. Bu esa nomussiz. Uni buni farqi bor, bir-biriga solishtirmang. Oyi, yetar, deydi jahlda. Agar hozir bu o'zi haqiqatni bilsa, yurak xuruji qilib o'lib qolsa, nima bo'ladi? O'ylab ko'rgin. Men bilgan qiz bunaqa emas edi. Uni kimdir aldagan. Uni aybiga ko'zingni yum, jon bolam. Shahlo? Ke bolam? Buvijon. Nima bo'ldi? Nimaga bu yerdasan? To'ying bo'lganiga endi bir kun bo'ldi-ku, qizim. Menga tuhmat qilishdi buvijon. Nima? Qanaqasiga tuhmat qiladi? Meni benomuslikda aybladi. Ay, nega meni chaqirtirmading? Indamay kelaverdingmi? deydi vajohatda buvi. Siz nima ham qila olardingiz buvi?
deydi bechorani yoqqan qiz. Hamdir deysiz. Men Ra'noni yaxshi taniyman, u ham meni yaxshi taniydi. Gaplashib olardik. Bujon, men endi uyga qaytib bormayman. Ketibdimi? Ha, Agar kelin qaytib kelsa, hech narsa bo'lmaganda yashayveramiz. Ammo o'zimiz uni uyiga bormaymiz. Bolam, bizni malomatga qo'ydirma. Odamlarni oldida shuncha el yurtga to'y qildik, sharmanda bo'lamiz. Chida bolam, biroz sabrli bo'l, kechirimli bo'l, deb nasihat qilishga urinadi kechiruvchi ona. to'yga ketkizgan pullarni qaytarib olsak bo'ladi. Axir meni ham g'ijimlangan gul bilan yashash niyatim yo'q. O'g'lim, o'sha qizni buvisiga rahming kelsin. Hamma ham adashadi. Sen kechirimli bo'lgin, bolam. Uka, ko'rasan, sen kechirsang, xotining bir umr seni aytganingni qilib, sen bilan faxrlanib yashaydi. Ertagayoq uyga boramiz deydi. Buvi bilan nevara o'rtasida jang borardi bir kundan beri. Qiz esa men uyga bormayman, ko'rishni ham xohlamayman deb qarshilik qiladi. Buvi, yo'q, men yigitning ko'ziga qaramoqchiman. Qani, meni ko'zimga qarasin-chi, nima derkin, men shuni xohlayapman, nima deyishini kutyapman deydi. Qiz, bujon, uyda qola qolsam-chi, bormasam-chi, nima qiladi deydi. Ha, unda aniq seni hamma yomon otliqqa chiqaradi-ku. Yuzimizni shut qilmoqchimisan? Kimdir yomon desa, men yomon bo'lib qolavermayman-ku, to'g'rimi? Qo'y, bo'ldi. Ertagingni oyingga aytasan, deydi-da, nevarasini oldiga solib, qaynonasining uyiga olib boradi. Voy, Assalomu alaykum, opajon. va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Ra'noxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bolajonim, bu joningizni sog'inib ketib qolibsiz-da. Ra'noxon, Labbay. nabiramni ham otasi, ham onasi o'zimman, yaxshi bilasiz. Ha, bilaman. O'zim avvalab katta qilganman. Bilaman. Bilaman, rosa avaylagan ekansiz o'zi ham deganday qarab, uyga kiraylik, ichkariga kiraylik deydi qaynona hurmat bilan. Shunda buvisi tezroq nevarasini tashlab qochish payiga tushadi. Yo'q, keyingi safar hali kelaman, hali ko'p kelaman. Men bora qolay, sizlar ham to'yni o'tkazib charchagansizlar, dam olishinglar kerak, mehmon kutib deydi-da, juftak rostlab qoladi. Kecha yoshlik qilib uyiga ketib qopti. Mana uni o'rniga men o'zim uzr so'rayapman sizdan. Uzr so'ramang. Kelinimiz siz yoningizda bo'lgani uchun uzr so'ramang. Ishonamiz sizga. Rahmat. Kechasi ketib qolganingizga rosa sizdan xavotir oldik. Endi biror joyga ketsangiz, bir og'iz aytib keting, bolam, xo'p? Xo'p bo'ladi. Ichkariga kiring. Bunday qaynonalar faqat kinolarda bo'ladi deymiz-u, bu qahramonimiz ham kinoda ishtirok etayotganini unutmaylik. Ammo kuyov chatoq chiqib qoldi-ku. Qizni xotini o'rnida ko'rmaydi. Unga azob berishga urinadi va uni poylab yuradi. Yuring, qizim. Yaxshimisiz, Shahloxon? Yaxshi, rahmat opajon. O'zingiz yaxshimisiz, choy? Rahmat. Qani, olinglar bolalarim. Keling, menga bering. Ol, obu tur. Qornim to'ydi. Mayli. Ilohi omin. Oy borib omon kelgin. Ishingni rivojini. Yaxshimisiz? Nima edi? Men keldim. Nahot men tushunish shunchalik qiyin bo'lsa, tushuntirdim-ku, men buni ataylabdan qilmadim. Kechiring meni. Men ko'p o'ylayapman. Kechirish qo'limdan keladimi, yo'qmi, bilmayapman. Munosabatimiz yaxshilanishi uchun yalinishim kerak bo'ladimi?
Kutyapsizmi? Ha, Ishdan soat nechida kelasiz? nima edi? Sizni kutardim. Kutma meni. Nega? Oxirida pushaymon bo'lishing mumkin. Agar hozir menga qayrilib qarasa, meni yoqtirib qolayotgan bo'ladi. Xato o'yladim. Menga qaramadi. Qaradi. Menga qaradi. Menga qaradi-ya. Endi ancha xotirjamman. Xursand bo'lgan kelin kiratda qaynopasidan eriga nima yoqishligi, yoqmasligini hammasini so'rab bilib oladi. Taomlarni yuv, shirinliklarni hammasini tayyorlashga qaror qiladi. Xursandchiligidan boshi osmonga yetgan qiz u yoqtiradigan tovuqli dimlamani, qo'shimchasiga shirinliklarni tayyorlab erini kuta Bugun boshlaydi. xotining seni nima yaxshi ko'rishingni so'radi. Ishqilib aytmadingizmi? Aytdim. Nimaga aytasiz, opa? Nega yashirasan, xotining bilsin. Aytdim-da. Hozir ha namuncha jingillatding voy nima yosh qizmidam yugurib kelib eshikni ochadigan. Xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Seni tanimayapman, kimsan? Xola, men nabirangizni tanishiman. Shahlo telefon raqamini o'zgartirdimi? Shahloni kursdosh edim. Nima qilibdi kursdosh bo'lsang? Bizda qaysi kursdoshimizni to'yi bo'lsa, pul tashab, karta raqamiga o'tkazamiz. Shahloni raqamini bersangiz, u bilan qizlar bog'lanib, to'yini pulini o'tkazardik. Aniq kursdoshimisan? Ha, albatta. Mayli. Raqamini beraman. Faqat qizlarni o'zi qo'ng'iroq qilsin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qo'yingiz xotirjam. Otajon, Mazali bu. choy iching opajon. Rahmat. Shahloxon rostdan ham juda ham mazali. O'zim o'rgilay. Rahmat opajon, osh bo'lsin. Choy. Yoniga qo'yavering. O'g'lim, ovqat yoqdimi? Oyi, ukamga ovqat yoqmasa yemasdi-ku. To'g'ri aytasan. Alo. Eshitaman? Shahlo, go'zalim qalaysan? Raqamimni qayerdan topdingiz? Topdim-da. Sen faqat men uchun yaratilgansan-ku. Endi menga qo'ng'iroq qilmang, men oilaliman. Sen olmaganimga mendan xafasan. Keting, endi chiqib keting hayotimdan, tinch qo'ying meni. Qo'limdan kelmayapti. Meni darrov unutdingmi? Uni ovozini eshitib, yuragim dukullab ketdimi? Menga uylanaman deb aldab, tashab ketgan bo'lsa ham. Nima, uni hali ham sevamanmi? Bu qanaqa muhabbat bu? Ishga harakat qilsam ham uni unuta olmayapmanmi? Yuragim uning ismini aytishdan to'xtamayapti-ku. Unutishim kerak. Unutaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onasi va opachasi birlashib harakat qilib kelinni yaxshilashga, uni maqtashga urinishardi. Maqsadlari oralarini chiroyli qilib, ularni oilasini buzmasdan saqlab Meni qolish edi. g'ururim bilan o'ynashdi. Men shu paytgacha oilamizni o'ylab, birorta qiz bilan gaplashmaganman. Menga ko'chada yurgan qiz uchrasa-ya, menga ham alam qiladi, oyi. Meni ham orzu-havasim bor-ku. Yigit qancha haqligini gapirmasin, onasi qizni men uchun kechir. U bilan yasha, iltimos, sabrli bo'l, kechirimli bo'l deyishdan tap tortmasdi. Opasi ham bu fikrni qo'llab turardi. U qiz menga yoqadi. Yaxshi qiz, aldanibdi. Alo. Meni tinch qo'ying. Yo'q, uchrashaylik iltimos. Seni sog'indim. Men seni hali ham sevaman. Agar meni chindan sevganingizda uylangan bo'lardingiz. Sizni deb sharmanda bo'ldim. Lavzingizda turmas ekan, siz nima qilardingiz? Endi men erimga yalinib yuribman. Shahlo, iltimos. Uydan chiqa olmayman. Qaynanam uyda. Keyin erim ham uyda.
men uchun bir ilojini qil, iltimos, seni sog'indim, seni ko'rgim kelyapti deganda qiz, men sizga ishonib uchrashgandim, nima bo'ldi natijasi? Boshqa qo'ng'iroq qilmang, erim shubhalanib qoladi deyotganda qo'lga tushdi bechora. Kim bilan gaplashyapsan? Bukrini go'r tuzatadi deb sendaqalarga aytishadi. Senga uyimizdan joy berdik. Onam bilan opam seni o'zlariga yaqin olib gapirishgandi. Evaziga rahmating shumi ko'rnamak? Seni birinchi kechada yo'q, javobingni berishim kerak edi. Noto'g'ri tushunyapsiz. O'ynashing bilan gaplashyapsan. Buni to'g'ri tushunishim kerakmidi? Men qilmadim, o'zi menga qo'ng'iroq qildi. Axir o'chirib qo'yishing mumkin edi-ku. Men sharmanda bo'laman. Bu uyga kelishingdan oldin yuzing ochilib bo'lgan ekan seni. O'zingni o'zing sharmanda qilding. Yo'q, Yur. yo'q, iltimos, iltimos, Yur unaqa dedim. qilmang, haydamang. Yur bu yoqqa. Unaqa qilmang, iltimos. Qo'y boring. Oyijon, ayting. Oching yopa. Nima qilyapsan? Oching yopa. Nima qilyapsan? Aralashma. Hay, bolam nima qilyapsan shaytonga hay? Oyi aralashma. Nima? Bu Telefonda sevgilisi bilan gaplashib turgan ekan. Ha. Oyi, ko'rdingizmi bu yuzsizni? Ishongan keliningiz sizni ham yuzingizga oyoq qo'ydi. aybini yashirdim. Bu uyni hurmati uchun o'z qizimdek ko'rgandim. Meni o'g'lim har doim to'g'ri yurgan. Ko'zimni shamg'ilat qilib, bevafo yigiting bilan yurmoqchimiding? Benomus. Iflos. Bolam, yo'qot. Yo'qot ko'zimdan. Yo'qot. Yo'qol. Oyijon, kechiringlar, iltimos, oyijon. Yo'qol. Qaytib qadamingni bos. Oyijon, o'zingizni qo'lga oling. Oyi, Yemay, ichmay, yuvib tarab. To'yga deb pul yig'ib, yolg'iz boshim bilan. Menga ham andishasiz kelin uchraydimi? To'yidan 3 kun o'tib, eriga xiyonat qiladimi? bo'ldi oyijon, yig'lamang. Bujon, Voy, buvi. Shahlo? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xavotirlangan buvisiga qiz endi nima nayrang ko'rsatadi deb o'ylayotgandirsiz-a? Afsus, qiz mug'ombir chiqib qoldi. Buvijon, meni uydan haydashdi dedi. Nimaga? dedi hayratda buvisi. Ovqatni kuydirib qo'yganim uchun deb bechorani yoqadi qiz. Buvisi hayron qolib, "Iye, ovqatni kuydirganga ham uydan qaydaydimi? Bu qanday bo'ldi?" dedi. Nabirasini aybini hech ham o'ylamagan soddagina buvi. Ular haydarkan, bujon. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Dugonam. Javob ber. Yo'q, keyin bujon. Javob ber. Keyin gaplashaman, ber. buvi. Ber bu yoqqa. Bolam, yaxshimisan? Qayerdasan? Allo. Yuzimni yerga qarat deymi? Ko'zimga ko'rinma. Bo'lmasa bir balo qilib qo'yaman. Yo'qol ko'zimdan. Bir narsa qilib qo'yaman. Allo. Nodir aka. Ha, Shahlo, nima bo'ldi? Hammasi siz deb bo'ldi. Sen uchun nima qilishimni xohlaysan? Meni olib keting. Men bilan ko'rishmoqchimisan? Ha. Tayyorlanib tur. Yarim soatda seni olib ketaman. Xo'p. Meni jondan suygan bu jonim. Bilaman. Sizni qattiq xafa qildim. Sizni oldingizda aybdorman. Bir yigitga ishongandim. Uni sevdim. Men uni deyishga majburman bujon. Ko'z ochib ko'rganim u. Meni kechiring. Yaxshimisan? Sizni deb buvimni tashlab ketyapman. Sevgi iztirobi deb shuni aytishsa kerak. Sizni sevmayman, o'ling. O'lma. Sen menga ko'p keraksan. Qolaversa,
yurakka buyruq berib bo'lmaydi. Bu meni umrini oxirigacha qarg'ab o'tsalar kerak. Bu o'la qarg'am. Qani ketdik unda. Ketdik. Nabirasi yozib ketgan xatni o'qib, buvisi qattiq iztirobga tushadi. Mazasi qochay deganida telefoniga qo'ng'iroq bo'ladi. Qo'ng'iroqqa javob berganida esa больницаdan, doktorxonadan, ya'ni qo'ng'iroq qilishayotgan bo'ladi. Ha, Shahlo meni nabiram. Shahar shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Nabirangiz avtohalokatga uchrab, shifoxonamizga keltirildi. Shuncha malakali doktorlar qancha harakat qilmaylik, uni jonini saqlab qolamiz. Nima? Iltimos, tezroq yetib kelinglar. Shahlo nega o'ladi? Shahlo, nega meni kuydirib ketding? Kelinlik gashtini surmagan bolam. Voy bolam, seni o'rningga men o'lsam bo'lmasmidi? Shahlo. Ota-onalar, bobolar, farzandlarimizni ko'p ham yolg'iz qo'ymaylik. Kimlar bilan do'st bo'layotganini bilaylik. Doim nazorat qilaylik, ayniqsa qizlarimizni.